Bir tush ko'rdim Yahyo. O'sha hodisadan bir kun avval. Yaxshilikka bo'lsin. Yotog'imda yotganmishman. Birdan ko'kda chaqmoq chaqib momaqaldiroq gumburladi. Ayvonga chiqdim. Lekin o'zimni o'rmonda yurgan holda ko'raman. Atrof zim-ziyo. Zulmatga cho'mgan bir o'rmonmish. Tuproq, daraxtlar. O'rmonda taxtimni ko'rdim Yahyo. Taxtimda kimdir o'tirganmish. Yuzini ko'rmadim. Orqasida bir soya. Taxtda o'tirgan odamning qilichi qonga belangan. Orqada turgan odamning qo'lida esa qonli qop bor edi. Ay ukajon, nedir bu tushning ta'biri? Nimani anglatadi bu? Hukmdorim, chamasi buyuk bir qaror qabul qilish arafasida turibsiz. Fahmi ojizimcha to'g'ri qarorga kelish uchun ko'zlaringiz yo'l izlayapti. Qanday qaror bo'ldi bu? Tushlarimda ham menga tinchlik bermasa, kimga, nimaga aloqador bu qaror? O'sha qorong'u o'rmonda ko'rgan insonlaringiz xususida bu qaror, hukmdorim. Qanday qaror bu? Yaxshilikkami yo yomonlikkami? Ham yaxshilikka, ham yomonlikka. Zero bu qaroringiz sizga huzur bag'ishlasa-da, bitmas qayg'u olamiga giriftor qiladi.